75 plus 75 umumiy 150 metr kvadratdan tashkil topgan. Yana sizlarga duplex kvartiramizni taqdim qilamiz. Asosiy kiraverish qismidan prixojlarimiz qilingan, studiya format holatdagi katta mehmonxona qismimiz. Umumiy 150 metr kvadratdan tashkil topgan ushbu xonadonimiz 7 qavatli elitni lifli domning birinchi qavatida joylashgan. Proyekt bo'yicha mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, sanuzil, tepa qismidagi birinchi qavatimiz. Mehmonxona qismimiz, devorlarimiz mo'ysha ob'ylarda ishlov berilgan, turetska radiatorlarimiz o'rnatilgan, asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor. Bolalar yotoqxonasi, ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Oyoqdagi to'liq laminat holatda. Birinchi qavatdagi umumiy sanuzil pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan, qo'shimchasi garistonlarimiz mavjud. Pastki qismni ko'rib chiqamiz. Pastki qismga tushishimizda yo'q, asosiy kiraverish qismidan prixojlarimiz qilingan, kattagina hol, alohida xonalarimiz, proyekt bo'yicha kattagina kuxnya, umumiy pastki qavatdagi sanuzil hamda kattalar yotoqxonasi, stiralniy mashinkalarimiz mavjud. Ko'rishni kuxnya qismidan boshlaymiz. Gazli plita, vытяжка, двухконтурный котелlarimiz, mebellarimiz to'liq qilingan, kattagina mягкий zona uchun joylarimiz mavjud, televizor ham qoladi. Oyoqdagi to'liq laminat holatda, isitish tizimi cho'pli pol, kattalar yotoqxonasidagi jihozlarimiz to'liq qoladi, ideal holatda, hamda pastki qavatdagi umumiy sanuzil to'liq kafel qilingan. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.